Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Qozog'istonga avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Siz bu yo'nalish bo'yicha Balqash, Karaganda, Astana, Petropavsk shaharlarigacha ham yetib olish imkoniyatlari mavjud. Hozir esa yo'lovchilarimizda posадка jarayonlari boshlangan. Qisqagina fikr almashamiz, keling yaqinroqdan. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Samarqand Payariq. Samarqandgami? Bular Samarqand Payariqga ketayotgan ekan. Uzr-unda sizga oq tilaymiz. Rahmat. Keling bo'ladi. Assalomu alaykum. Uzr, sizni bir minutga mumkinmi? Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Toshkent Astana bo'yicha. Astanaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? Bilet narximiz 515 ming so'm. Oldin sizga kimdir tavsiya qildimi yoki o'zingiz topib keldingizmi bizdan ma'lum? Men qariyb 3 yil 4 yildan beri mana Ibrahimovdan yuraman. 3 yil 4 yildan beri. Ishonchlimi ekan? Ishonchli, ha. Rahmat kattakon, yaxshi aytib oling. Keling yaqinroqdan. Yo'lovchilarimizda posадка jarayonlari boshlangan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kimdan olamiz? Bulardan ola qolaylik. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Petropavskka. Bilet narxini qanchadan xarid qildingiz? 500 ming. Qancha? 500 ming. 500 mingga oldingizmi? 500 mingga biletni olgan ekanlar. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Qulayliklari haqida nima deya olasiz? Qulayligi buni bilmadim. Hozir avtobusga chiqqandan keyin shunday. Keyin qisqacha suhbat olamiz. Yaxshi aytib oling. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslaridan foydalanishni xohlasangiz, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying, kalovda.